Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu Ixlos surasini o'qishdir. U Qur'onning 3dan 1ga tengdir. Siz qiladigan eng yaxshi ish bu. Tunda Baqara surasining eng oxirgi 2 surasini o'qishdir. Shular sizga kifoya. Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu. Har namozdan so'ng Oyatul Kursini o'qigan odamni jannatga kirishdan faqatgina o'lim ajratib turadi. Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu. Uxlashingizdan oldin Oyatul Kursini o'qishdir. Shunda Alloh sizga qo'rchi tayinlab ertalabgacha shayton sizga yaqinlasha olmaydi. Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu. Payg'ambarimiz alayhissalom shunday degan. Kim chiroyli tahorat qilib shuni aytsa, qala ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. U insonga jannatning 8 eshigi ochiladi. Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu. Kim subhanallohu va bihamdihi so'zni 100 marta aytsa, uning gunohlari daryoning ko'pigachalik bo'lsa ham kechiriladi. Eng yaxshi qiladigan ishingiz bu. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Kim biron kishining savobiga sherik bo'lsa, xuddi shu ishni qilgandek savob oladi. Boshqalarga yaxshilik ulashing. Allohga qasamki, bir kishining siz tufayli hidoyatga qaytishi eng zo'r tuyolarga ega bo'lishdir. Ey Allohim, men va birodarlarimizga dinni o'rganishga yordam ber va senga bo'lgan taqvoimizni oshirgin.